Ushbu inkubatorimiz 100 ta uy tovuq tuxumlariga mo'ljallangan to'liq avtomatlashgan Orzu inkubatori. Bu inkubator 220 va akkumulyatordan ishlaydi. Mabodo sizda svet o'chib qolsa, akkumulyatorda uyingizda borini ulab qo'yasiz. Mana shu yerga e'tibor bering. Hozir akkumulyatorda ulashim bilan akkumulyatorda sig'imini ko'rsatadi. Mana 12,4 volt akkumulyatordagi zaryad qoldig'i. Ya'ni sizga 12,4 volt akkumulyatoringizda zaryadi borligini anglatib turibdi. Agar mabodo bu zaryad 10 ga tushib qolsa, 10,5 siz darhol buni zaryad qilishingiz mumkin. Agar siz full inkubator xarid qilsangiz, full, ya'ni bizda mana shunday belgilar bilan fulllari chiqadi, ya'ni 100 talik full inkubator to'liq polniy komplektatsiyasi bilan zaryadchiklari bor, o'zi doimiy ravishda zaryad berib turadi. Hozir bu zaryad beryapti mana. Shuning uchun 14.2 12.4 12.8 ga o'zi chiqyapti. Hozir to'liq zaryad ketmoqda. Inkubatorimizda signalizatsiya bor. Mana shunday yoqasiz, avaskop qilib tuxumlarni tekshirib olishingiz mumkin. Ushbu inkubatorimiz bunisi ham full variant. Bunisi Qoraqalpog'iston Beruniga, bunisi esa Xorazm viloyati Hazrasp tumaniga chiqib ketmoqda. Siz bu inkubatorlarimizni bir vaqtning o'zida ishlab turganda bitta akkumulyatordan ikkala inkubatorda ham agar ikkita Orzu inkubatoringiz bo'lsa, ulab qo'yishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Ikkovini ham bir vaqtda o'zida ishlatishingiz mumkin. Shuning uchun ushbu inkubatorimiz to'liq avtomatlashgan Full HD inkubator deb ataymiz. Hozir men svet o'chishini immutatsiya qilib beraman. Mana o'chirdim. Inkubatorda va rozetkadan ham sug'urdim. Sizga to'liq ishonch hosil qilish uchun mana sug'urdim. Inkubator ishlab turibdi mana. Zaryad mana pasayib bormoqda. Bunday kichkina akkumulyatorda ulashni tavsiya qilmayman. Albatta siz kattaroq avtomobil akkumulyatorlarini ulashingiz mumkin. Ushbu inkubatorimiz to'liq avtomatlashgan. Hozir tok keldi deb faraz qilamiz. Mana hozir men uladim va tokni yoqishim bilan zaryad berishni boshlaydi. Mana e'tibor bering. Ketdi zaryad mana. Ko'tarilyapti zaryad. Bu inkubatorimiz siz tovuq tuxumlarini terasiz, akkumulyatorda ulab, suv quyib, bir 3-4 kunga yo'g'ib ketaverasiz. Inkubator to'liq o'zini o'zi boshqara oladi. Inkubatorimiz juda ham baquvvat va juda ham kompaktli, chiroyli dizaynda ishlangan. Bu inkubatorda 5 yil, 6 yillab hozirgacha ishlatib kelayotgan mijozlarimiz bor. Inkubatorimizda signalizatsiyasi bor. Mana shunday tuxumlarni terasiz. Biz mana shunday kletkalar qo'shib beramiz. Kletkalarni terib, aylantirishni yoqib qo'ysangiz, mana shu o'rtadagi aylantirish knopkasi va avtomatik tarzda mana o'zingiz ko'ryapsiz, tuxumlarga hech qanday bir ortiqcha talchoq bermasdan aylantirmoqda. E'tibor bering. Ohista, sekinlik bilan avtomatik tarzda o'zi har 2 soatda aylantirib turadi. Hozir harorat tushib ketishi bilan, 36 dan tushishi bilan signalizatsiya ishlab ketadi. Siz o'z tuxumlaringizni avaskop qilib, mana shunday qilib tekshirishingiz mumkin. Mana shu avaskopida o'zida mavjud. Bu full inkubatorlarimizda o'zida nimasi avaskopi mavjud va signalizatsiya bor. Aziz birodarlar, mana aylantirib bu chekkaga kelib to'xtadi va 2 soatdan keyin yana orqaga qaytadi. Mana shunday namlikni o'lchovchi priborning simini mana shu o'rtaga suqib qo'yasiz, bo'ldi. Inkubatorni ishlatib, mana L harfi chiqdi, ya'ni harorat tushgani uchun signalizatsiya ishlab ketdi. Mana minusni bosasiz, yana tekushi va nimani issiqligini ko'rsatyapti. Azizlar, e'tibor bering. Ushbu inkubatorimiz o'ta aqlli smart inkubator. Bu inkubatorimiz akkumulyatorga zaryad beruvchi inkubator. Orzu inkubatorlarimiz. Aziz birodarlar, murojaat uchun Telegram, WhatsApp raqamlarini chiqarib qo'yaman.